Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz har xil modlarni ishlatib ko'ramiz va qaysi biri yoqsa kommentariyada yozib qoldiring. Men yana sakradim. Xo'p, men hozir kirajagaman va men o'zimga mod orqalimi yo'q. Nastroyki orqali men bunaqa narsa qo'shib oldim. Ammo operaydi. Qaranglar, buni bosib qo'lga hech balo olmasdan bitta bossanglar ana shu paydo bo'lib qoladi. Yana bir marta bosib bunday qilsanglar, keyin yana bosib mana bossanglar, mana ko'rdinglar? Mana shunaqa narsa qilib oldim. Xo'sh, endi modlarni boshladik. Men bilan avvalay mana bizning birinchi ko'rgan narsamiz bu mana bunaqa motion. Barchasini ko'rasizlar. Bu ayt. Bunga minsa ham bo'ladi, baqa qanaqangi qizilcha bu va haydasa bo'ladi. Lekin buni nima anglatishini bilmayman. Xo'sh, bizda ikkinchi mod. Men bunaqa yirkavlikon bir balo. Buni qanday ishlatishni o'zim ham tushunmayman. Men shundan qanday qilib ishlatishni topib kelasizlar. Xo'p, mana bizda uchinchi mod bo'lsa mana bunaqa Lamborghini. Ko'ryapsizlar qanaqa ikkinchi minsa hech vaqt ko'rmay qolgan. Sal bug bo'lganda yoki bu Batman moshini. Bunisi o'shaning sarig'i yashil degani. Bunisi esa oqi. Bizda keyingi mod katta buldozer. Buldozerimiz nima bu ismi yo'q. Lekin mashina nima qiladi? Daraxtlarni qarayapsiz. Yig'laydi daraxtlar. Daraxtlar yig'laydi. Qaranglar qanday sindirib ketadi. Parcha qilib ketdi. Yo'q, papa, yana chiqadi. Ko'rdinglar? Yana bitta narsa. Bu rudalarni tanlaymi ekan? Bu bilan ruda juda oson bo'ladi. Albatta, takrorlab ko'rishni va mod tashlashni so'rayman. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'ying. Bizda keyingi mod nima edi? Mana bunaqa, bu ham qozigan bir balo, faqat buni ham ishlatishni bilmadim. Bo'lmayapti. Bunisi bo'lsa ishi. Magnetmi bu bilmadim. Lekin ishidan o'taman desangiz, sizlarni o'tkazishga qo'ymaydi. Ko'rasizlar, men o'tkazishga qo'ymayapti. O'taman debdi. Ko'rdinglar? Yuryapti. Yoki buni berishim bug bo'lgan joyi. Onlayn emagu. Bu nimaligini o'zim ham bilmayman. Nima bo'ldi hozir? Bu nimaligini nima bu?
chiqindi paqir ekan bu. Ana solmasın. Bollar like bosib obuna bo'lib qo'ying. Men bo'lsa mashinani o'zi oltin zo'r. Mashina. Ya bana bunaqa bag bo'ladi. Shunga ham bag bo'ladi. Yurmayapti-ku. Nima benzin qanaqa bo'ladi cho'yan? Yurdik. Las inventarni to'lib ketibdi. Buni hammasini mana bu tuxumchalardan topsalar bo'ladi. Har xil ranglilar ham bor, bu siyohda. Bu narsaning ranglisi bu. Manimcha ranglisi bu bo'lsa kerak. Mana bilan sariq, keyin qarang. Xo'p. Mana endi video qisqa bo'lib qolmasligi uchun maxluqlardan jang. Birinchi joyda o'shancha narsalarni bo'ladi. Tez bo'ladi. Kamona o'g'li o'zim bilan. Endi do'ch bo'lmayki. Biaqki. Men aytib qo'yding-ku lekin. Ishchaga kamon otish bo'yicha ustabasini uzr so'qitgan bittasini o'ldirdim. Lekin yaqindan lekin kamon otishni unchalik zo'rmasmi? Yana vaqt qolamiz. Faqat zon bilan ana qilamiz. Qolganlar tugmaydi. Bilmadim. Xo'p. Nima bo'ldi? Motor var kendine. Böyle Dolap diktatörün. Taki topinin. Spalezi kulağın. Taki kopala. Ayla ne ki? Bu dükkan bu. Ne var? Toda dükkan mı olsun? Hozir bu просто balon aylanması için çok.
Hop, videoning shu joyga o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga albatta